Assalomu alaykum azizlar. Ko'pchilik i10, i60 haqida gap ketganda dizayn va uning texnologiyasi haqida gapiradi. Bugun esa biz sizlar bilan uning ko'rinmaydigan signallarini birgalikda tekshiramiz. Signallar siz o'ylagandan boshqacha bo'lishi mumkin. Natijasini birgalikda tekshiramiz. Birinchi nuqtamiz. Haydovchi o'rindig'i 1.1 mGauss. Haydovchi oyoq osti 1.7 mGauss, 1.3 mGauss. Monitorimizdagi ko'rsatkich 1.3 mGauss. Yon o'rindig'imizdagi ko'rsatkichimiz 1.3 mGauss. Orqa o'rindiqdagi ko'rsatkichni ham ko'rib o'tamiz. i10, i60imizning orqa o'rindig'idagi ko'rsatkich 1.2 mGauss. Whitehead rejimidagi magnit maydon ko'rsatkichlarini taqdim qilamiz. Yon o'rindiqda 1.7 mGauss. Monitorimizda 2.9 mGauss. Markaziy konsolda 2.5 mGauss. Haydovchi o'rindig'idagi ko'rsatkichimiz 2.3 mGauss. Haydovchi oyoq osti ko'rsatkichimiz 7.7 mGauss. Orqa o'rindig'imizdagi Whitehead Mac ko'rsatkichi 1 mGauss. i10, i60 elektromobilimizning eng yuqori ko'rsatkichi haydovchi oyoq ostida chiqdi. Ushbu natija Whitehead Mac rejimida 7.7 mGaussni ko'rsatdi. Elektromobilingiz ichidagi magnit maydon ko'rsatkichi qancha past bo'lsa, shuncha yaxshi. Xavflilik nuqtai nazaridan 2000 mGauss xavfli etib belgilangan. Shunday ekan, bu ko'rsatkich ancha yaxshi natija. Sizning ham elektromobilingiz ichidagi magnit maydon ko'rsatkichlari qiziqmi? Unday bo'lsa, ekraningizdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqing. Biz sizning ham elektromobilingizni test qilib beramiz. Aytgancha, videolarimizni ko'pchilik odamlar kuzatishi uchun kanalga obuna bo'ling hamda like bosing. Keyingi testlarimiz qaysi elektromobilda bo'lishini kommentariyalarda yozib qoldiring.